billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kadirlik Fitret TV'nin körürmenleri hemmenlağa İstanbul'dan Allah'ınki cennet salamı boğan Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu degen salamını bergendinkin. Bugünkü yine Kur'an Nuri astıda erkin sohbetle degen programımızın ikinci bölümü de London'dan, Anglia'dan Abdülkerem Zahir Efendi, Ustaz bizim stüdyomuzda sohbetimizni davamlaştırıyoruz. Birinci sanda biz sizden özünüzün okuş tarihi, hayatınızdaki bazı tafsilatlarını aldık. Onun için hazır şu Anglia'da yaşayıp hem de şu bayatın yine bu aldığınki sohbette deyilip ötkendek Müslümanlar dünyanın hakkında yeri de ne gibi bağımsa eğer Kur'an-ı Kerim'ni hakiki işinip şunu hayatımda yaşayayım diye dese inşallah bu dünyası mı o dünyası mı cennetke ayınlığı deydiğim bende bir karaş vardı şu. Belki size yıllardan bu yan bu cihette izlenip kilobatkan ustaz. Bizim Müslümanların ki addisi mesela sizin ki Kur'an'a muameleleri kandak biz kandak muamele kılışımız gerek. Mesela ben Kur'an-ı Kerim'ni ve Arapçini yaxşı bilmeyim. Lakin Suriye'de biraz okudum. Başka tillerim var. Ama ben izlenip kilovatım üzerinin küçüğünün yetişiçe. Belki ben birkaç bir tilini bilime. O sebepten belki imtihanı kenrak dairede izleniş, nime kılış saham mininki kenara olur diyen gap. Eğer bir Kur'an'ı bilmeyen, yani mesela Kur'an'ı Arapçını bilmeyen bir kayrindaşlar nurgun emni ço. Köpücü Uygur bilmeydi. Sonrasında bu tıl seviyedeki insanlar eğer Kur'an'ı paylanış için kandak nime kılış gerek, kaysı usullağa yani kolun işi gerek, hayatımızı kandak tedbiklayımız. Bu cihette sildim bir göz karıştırına alsak. Birinci suallarının birincisi deydi. Kur'an kandak işiniş sahası da dediler. Kur'an kandak işiniş ve onunla Kur'an işengendekin o insanlar resmi elki şunda saadetlik yaşaydı diyen mezmunda gap oldu bu. Ben bu şundak özü burun aşındak düşünettim. Kur'an-ı Kerim'e işensek, o çokum bex saatlik bolduğalık işinettim de. Lakin o işencemden biraz yeni aldım diyor ben. Neyse var bununda. Çünkü bu işiniş diyen gap doğru. Kur'an-ı Kerim'e işiniş lazım. İşengendekin Kur'an-ı Kerim'ni emeliyatga aylandığımızda o adam hiç kandak menfaat etkizmeydi. Kur'an'daki metodu bu. Kur'an işengendeki hem işini Allah kıp berdiğin halette bundaq düşünüş, intayını hata bir düşünce bu. Kur'an'a işengen adam, Allah Teala Kur'an'a işengen adamlarını şundaq tirişqa ve sariyunu fil hayrat degan nurgun ayetler var ve elleyse lil insan illa ma sa'a degan ayetler var. Yaxşılıqda bəslishish mesela. İnsan faqat dünyada özü qanchalik tirishsa şununğa layık özü bir narsaga ega bo'la oladi degan özü bunda mazmundagi ayet bu. Şunda. Bu nima desa, Kur'an-ı Kerim'e işinip koyup, onundakin özü putqolunu uzunlab yat degan bir mazmun chiqmaydi. Kur'an'a işengen adam, şunun işengen qatarda burunqi işenmagan holatda bekaraq harakat qilish. Texim bek harakat qilishga Kur'an-ı Kerim tashabbus qildi. Burun özü yaxshi ishni qilishda undaq normal bəslish bo'lmagan shart nim ostida bundaq yaxshi ishni qilgan bo'lsa, Kur'an'a işengendekin yaxşı işti texim bek bəslishish. Bəslish nima desa, o kafir Yahud Nasaralar demez. Ulavul bəslishing sirtida hatta ki özünün qeyrindaşlarının içidimi yaxşılıqda bəslish. Allah Teala bu hasad degenden ibaret bu katta nimetni yaratışdaki maksat bu. İnsandaki bu hasad nima desa hasadniki Allah Teala tosqan tarafi ve min şerri hasidin izah hasad. Şer tarafını tosadı. Siz yaxşı qıslar, siz men ko'ranmay,
Sizlarni men putlab yiqitib, shu yaxshi ishlarni qilib qo'ymaydigan manda hasaddan to'sadi Alloh taolo. Ammo siz bir yaxshini qilgan bo'lsa, siz kichikroq bir jami soldi deyli, og'zimiz jiqaroq keldigan shu. Jami solgan bo'lsa, men sildimni eshib ketish uchun sildimni yuqaroq jamini selish, masalan. Sizlar 10 balni o'qitgan bo'lsalar, men sildim o'z eng to'g'ri bo'lgan joyda 11 balni o'qitishga o'zini nima qilish. Millatniki safosini ko'tarish uchun mushuni harakat qilish masalan. Bundaq yaxshi ishni baslashish. Qur'oni Karimdagi bu hasadni Alloh taolo yaratishga hikmat bu. Ya'ni yaxshi ishda bir yo'sini hasad qilib turib baslash bundaq o'z harakat qilish degan. Fastabiqul xayrat. Shu uning uchun o'zi yusari'una fil xayrat degan iboralar nima qiladi? Yusari'un degan o mufaolat nima babidagi hamma fe'llar ashundaq o'zi baslash qatorida keldi. Baslash deganda bu yer xayrat deganing o'zi yaxshiliklarda bir-biriga baslashish. Oqib bo'g'ishlik, men uningdan omi qilsin, mayli u qildig'ini men qilib olish emas. U oni qilsa, men uningdan jiqni qilish masalan. İman etqanlar va yaxshi amallarni qilganlar. İman bilan amal doim birlikda bo'lib. İman etgandan keyin yaxshi amal qilamiz, yaxshi amalni mushundaq baslash yo'l qilishga Qur'oni Karim tashabbus qildi. Bu faqat yaxshi deganning o'zi nima desa, o dunyodagi mush yaxshiga qaratilgan masalan. Hozirgi jiqqi buning turlari sanab tugatib olmaydi. Bizniki hozirgi nimamiz-chi desa, mush o'qitish masalasi kelgan chaqda, yaxshi o'qitish degan vaqtda millatimizniki ko'pinchilari masalan nimani tushunadi desa, mush Qur'onni yaxshi o'qitish, Qur'onni o'qitib bo'lgandan keyin Qur'onni qori qilish masalanchi, mush mazmunni tushundiganlar bor, hali jiq bor. Hatto agar Qur'onni yada olsa shu oltindan toj kiydi deb shu o ashundaq o'zi rivoyatlar bor. Men uning uchun shu bir oyat var masalan va ma umiru illa liya'budullaha muxlisina lahuddin degandagi muxlis degan ibora bu nihoyat o'zi nima? Qur'oni Karimda Qur'oni Karimni o'zi biz tutib turishda masalan o'zimizning shu Qur'oni Karimni islom degan din qilgandan keyin buni o'zimiz tutib tura olishida Alloh taolo ikki xil shartni qo'ygancha. Birinchisi Qur'oni Karimdagi butun amr farmonlarning o'zini biz yeb qo'ymaslik. Yani vala tektumu degan iboralar var Qur'onda nurga keldi. Masalan, sen onun o'zini saqlamaslik, yushurmaslik. Onun o'zini sen o'zi kishilarga yetkuz deydi. Lekin uning hech qanday narsani yo'shirib qolma. Hammani yetkuz degan gap bo'ldi. O hammani yetkuz, birinchi o'zimizga yetkuzimiz uni, o'zimiz uning o'zini tamamen o'zi nima qilamiz? Yaxshi o'rganamiz. İkinci qadamda boshqalarga yetkazamiz. Qur'oni Karimdagi ash tavsiyaning o'zi masalan shu Val Asr surasida va tavasav bil haqqi degan ana oqisini keldi masalan. Biz o'zimiz yaxshi musulmon bo'lgandan sirt bo'lgandan keyin o'zimiz yaxshi musulmonligimizni birinchi qadamda qana qilamiz? Yaxshi ish bilan namoyon qilamiz. İmanimizga shohid qilamiz. O bir qism odamlar bor. Siz mana shuni mundaq yaxshilarni nima qilmadingiz? Meni qalbim yaxshi deydi. O hech qanday narsaga yaramaydi. O hamma odam deydi qalbim yaxshi degan. Hech kim qalbim eski demaydi dunyoda. Chunki men ko'rmayman-da o qalbni. Endi qalbning yaxshiligini amaliyat ko'rsatgan narsa nima bo'lsa, amaliyatda yaxshi ish ko'rsatadi. Riyodan jiroq bo'lgan, ozodni jiroq bo'lgan, shundaymi yoki bir ishni qilsak, masalan bir yaxshini qilgan bo'lsak, o yaxshini qilgan bedliga boshqalarga ozod qilmay, boshqalarga riyo qilmay, xolis livajillah masalan qilgan vaqtida o ishning o'zi nima bo'ldi desa, iymonning mevasi bo'ldi, amaliyatdagi mevasi bo'ldi bu. Bunun bilan o'zini biz nijot topa olmadik. Bunun bilan nijot topamaymiz biz. Uchinchisi nima keladi bizga? O'zimiz yaxshi odam bo'ldik, yaxshi ishni amaliyatimizga aylantira oldik. Ya'ni hayotimizni islom bilan islomlashtirdik degan gap endi. Shunday bo'lgandan keyin nima ish qilamiz degan vaqtda uchinchi qadamda va tavasul bil haqq. Bu Qur'oni Karimdan iborat bu haqiqatni boshqalarga tavsiya qilish. Va tavasul bis sabr to'rtinchisi. Shu jarayonda kelgan jafo mushaqqatlarga ahonatmi keladi buningda, balkim urushim mumkin. Ba'zilar o'zi turli o'zi bizga qiyinchiliklar bo'ladi-ku. Ashunda qiyinchiliklarga chidash. Ne boshqalarga tavsiya qilish masalan. O'zimiz chidashning sirtida boshqalarni bu haqiqatni qabul qilgandan keyin
Haqiqatni yani boshqalarga yetkazmas u odamma. U vaqtda nima qildi desa, o'shani chidashni tavsiya qildi degan gap. U vaqtda biz alqi bir so'z bor, o'sha Mustafa Islom o'g'liniki so'zi bo'lsa kerak, ashuni o'zim bir qatim bir kitobini ko'rgan. Passiv yaxshidan aktiv yaxshiga degan bir kitobim bor-da. Baba Uyg'urcha tarjima tarqatib qoldik. Bu kitobning o'zi shu so'z nihoyatda yaxshi qo'yilgan, passiv yaxshidan aktiv yaxshi deganni so'z. Passiv yaxshi degani o'zi yaxshi odam bo'lib olish degan gap. O'ziga yaxshi yani. O'zi yaxshi odam bo'lib olish, ya'ni o'zi iymoni yaxshi, iymon e'tiqodi yaxshi, amali yaxshi, masalan, bundaq odam bo'lish degan gap. Yaxshi ishlarni qiladi amaliyotda, bundaq odam degan gap. Musulmonlarga bu buni o'zini passiv yaxshi deymiz endi. Chunki payg'ambar alayhisalom payg'ambar bo'lishdan burun passiv yaxshi edi. Hamma odam u kishining o'zini amin deydi, shundaq o'zi yaxshi edi. Alloh taolo qum fa'anzir degan vaqtning o'zida, ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir degan vaqtning o'zida nima qildi desa, sen passivlik yarashmaydi degan gap bor. To'g'ri, ondan sen bu jannat kirishing kerakmi? Bu ne'matdan, Qur'ondan iborat bu ne'matdan butun insoniyat bahramand bo'lish lozim. Uning uchun sen kishilarga yetkaz degan gap bu. Uning uchun payg'ambar alayhisalom kechini kecha demay, kunduzni kunduz demay. Masalan, payg'ambar alayhisalom eng birinchi iymon keltirganlarni Abu Bakr qatorliq bir qancha sahobalar edi. Shu men bugun payg'ambar, men Alloh taolo payg'ambarlik menga payg'ambarlik vazifasini berdi degan kundan boshlablar rast deb iymon keltirgan odamlar bu. Aşı adamlarmı Peygamber Aleyhisselam tatkan cepanın 50%'ni bektası tatkan buluş mümkün. Demek Peygamber Aleyhisselam o kadar aktif bolgan. Onun için aşı Araplarniki şu vaqtdagi şunda qalaq bir madaniyatning o'zida turayotgan Araplar nima bo'ldi desa 23 yilning ichida dunyoni kontrol qiladigan bir kontrol qiladigan odamlar yetishib chiqdi masalan. Bütün O'rta Sharqni, Shimol Afrikani masalan, Osiyoning o'zi masalan O'rta Sharqdan boshqa Eron deymiz, masalan Ozarbayjonning bir qismi deymiz, Ashiyaning hammasini kontrol ostiga olib ketdi masalan. Nima ish qilsa, sistem yaxshi-da u. Sistem yaxshi, faqat mush sistem bilan manga shu vaqtning o'zida. Şu vaqtda Peygamber Aleyhisselam'ın 700 günü şu Kur'an-ı Kerim'nin ayetleri vehiydiler ya. Lekin o vaqtdagi Mekke'deki halk Peygamber Aleyhisselam'ı yaxşı görmeydi, emas yaxşı görüpti, şundaq o. Emin deydi. Hatta bir işler olsun məsləhətini qılıbdı. Nurgun meselelerini mesela Mekke'deki nimene koyuş için taşını şu, Ecrül Esved'ini aşamisi çağırıp gelip Peygamber Aleyhisselam dedi, şunu sen üzerine bir taraf kıl dep, kıgan bu tarihlerini okugandım Mekke tarihçi, ayında attı. Lekin onun yetkizgine vehiyge karşı kılmagan eskilikleri kâmedi. Şunda mı ya? Demek şu vakitte yetkizgine Peygamber Aleyhisselam'ınki Kur'an-ı Kerim vehiy hem. Doğru. Peygamber Aleyhisselam Kur'an'ın başkını yetkiziş cinayetli Peygamber Aleyhisselam'a. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'a verilgen agahlandırış, nihayet katlık agahlandırışlar vardı. وَمَا يَنْتِقُ anil hava in huve illa vahyu yuha diyen ayetler var. Yeni bir ayette لَقَتَعْنَا مِنْ هُلْوَةٍ aşağı sörünün ahırında ki aşındaki öz ayetler var. Ne dese Muhammed fakat vehidin başına sözleyemeydi diyen gap. Sözleşki bulmaydı o. Vehiyinin başka, vehiy diyen Kur'an diyen gap hem de. Kur'an'da başka vehiy yok. Peygamber Aleyhisselam verdiğin Kur'an'da başka vehiy yok. Bir kısım adamlar var. Mesela aşı rivayetlerinin özünü Peygamber Aleyhisselam verdiğin vehiy katarda hesaplayıcı. Bu intayın öz hata hem özü Kur'an-ı Kerim'deki bir kısım Kur'an-ı Kerim'deki asası nemisiga kelgan vaqtida bu shirk qatori chiqdi bu ishlar. Mesela mushrik qatori mesela Qur'oni Karimga boshqa bir narsani kirdirish. Shirk qilish. Bu Yahudlar qilgan buni. Yaktubuna bi aydihim summa yaquluna haza min indillah degan oyatlar ashu hamda. Qo'llari bilan yozib, buni men Allohning dargohidan degan bu nima. 700 günü Peygamber Aleyhisselam'ın 700 günü Kur'an-ı Kerim vehiy hem. 700 günü Peygamber Aleyhisselam'ın 700 günü 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 vehiy hem. 700 günü Peygamber
Onun için Peygamber Aleyhisselam yetkizgini bu. Eğer Peygamber Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'den başka bir narsani yetkizdigan bolsa insonlarga, şu sekundning ichida Alloh taolo uniki geren tomirini uzib atgan bo'ladi. Chunki Qur'onda bor bu. Laqata'na minhul vatin deb. Geren tomirini uzib atamiz. Deylik Alloh taolo Qur'onda. Yaşamaydı onda bizniki o'z qonunimizga boshqa narsani aralashtirgan odam yaşamaydi. Aralashtirgandan keyin nima bo'ldi? Aralashtirgandan keyin nima bo'ldi? Xolis bo'lmaydi. Sap bo'lmaydi degan gap. O sizlar bayatın dediler 99 dediler. Ma 99 emas. %100. Ma o. Saplığı. Altın bolsa mı? Kaç dedim 99 oldu. Ama ya. Kur'an-ı Kerim diyor %100 Allah'ın sözü bu. Dinin yüzü muşşu diyen gap. Onun için Peygamber Aleyhisselam'daki şu Sahih Buhari'den var. Mesela usul fiqhide tek usul fiqh usulda o'zi hadislarda jiq tilga ilindi. Meningdan keyin sizlarga jiq hadislar yetadi deydi degan bir rivoyat bor. Agar sizlarga mendan keyin shunday bir hadis yetsa, bir rivoyat, bir hadis rivoyat qilinsa, uning o'zini Qur'oni Karimga tanglanglar deydi. Yani Qur'oni Karimga selishtirib ko'ringlar degan gap hamda. Onu Peygamber Aleyhisselam deylikmi? Peygamber Aleyhisselamning rivoyati bor bu. Agar u narsa, u rivoyat Qur'oni Karimga to'g'ri kelsa, faqbaluhu. Onu siz qabul qiling deydi. Qabul qiling degan gap nima desa, Qur'oni Karimga to'g'ri kelgandan keyin Qur'on degan gap hamda. Yani qabul qildik nima, qabul qilmoq narsa nima zot Qur'on aslında Qur'on chiqadi-ku. Bunda degan gap. Agar u Qur'oni Karimga to'g'ri kelmasa-chi, farudduhu. Onu rad qilinglar degan ibora bu. O bütün dünyadaki hamma rivoyatni hammasini din qilinadi degan hech qanday prinsip yo'q dunyoda. Hozirgi masalan bizniki asli musulmonlar Alloh taolo mush Qur'oni Karimdan iborat mush islomga e'tiqod qilgan vaqtida, ya'ni Qur'oni Karimni biz o'zimizning diniga aylantirgan vaqtida, ya'ni kallamizni tamamen tozalab o'tib, ma o nimada o'zi format deydi. Tamamen formatlab ichida hech qanday narsani qo'ymay turib, ashuni o'ringa nimani ko'chiramiz? Kur'an-ı Kerim. Qur'oni Karimni ko'chiramiz degan gap. Bu yadlaymiz Arapçasını degan gap mi ya? Yo'q, bu shu Qur'oni Karimdagi butun o'z aqida sahasini tamamen ko'chiramiz kallamizga. Ahkamlarni o biz bilamadik ahkam yo'q buning ichida. Zaten yalgan gapqa nima deyman yomon ko'rdi. Qur'on shu yalgan gap qilmang deydi. Zina qilmang deydi, ariq ichmang deydi. Nima yoki? Aldimang deydi, bo'xton chaplamang deydi, masalan, va'danglarga vafo qiling deydi. Toza bo'ling deydi, tozalik ahamiyat bering deydi. Bir-biringizga yaxshi muomala qiling deydi, ittifoqlashing deydi. To'g'rimi yoki? Shu. Moshunga o'xshash prinsiplar bor. Bu prinsipning o'zini hech qanday bir odam bilolmagan darajada hem amal qilolmagan darajadagi bir narsa emas. Biz moshundan har haftada masalan bir prinsipga Qur'oni Karimda Alloh taolo yolg'on gap qilmang debdi. Men mush soatdan boshlab men musulmon bo'lish sifatim bilan yolg'on gapni faqat qilmayman. Deb shu soatdan boshlab lekin yolg'on gapni tashlasak, muqarrar holda tashlaq bo'ldi. Bo'ladimi o'manda? Buludu. İnşallah. Ya bo'ladimi o'manda? Buludu. İnsan qilolmagan narsa Qur'onda bormi yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Alloh taolo Tangritag'ini ko'tarib may ekpa degan yer yo'q. Ma yer sharini mayliq mandaq aylantirib degan yer yo'q, to'g'rimi yoki? Hammasi bizniki shu bizniki qilayotgan ishimizning ichidan ma ishni qilsang bo'ladi, ma ishni qilsang bo'lmaydi degan gap, xolos. Gap bor, biz gap qila olamiz. Gapning ichida kishilarga yolg'on gap qiladigan, bo'xton chaplaydigan, boshqalarni haqorat qiladigan, bunda gaplarni qilmaysan degan gap. Gap qilishimiz bo'ladi. Lekin mush gaplarni qilmaysa, yana bir odamlarga so'z orqali yoki ovozimiz orqali azob beradigan. Qur'on Karimda inna ankaral aswat la sawtul hamir degan bir oyat bor. Masalan, Qur'oni Karim shunchalik axloqni o'rgatadiki, bir yer ikkimiz gaplashayotgan bo'lsak, mayada yana bir ish kuchi odam bo'lgan bo'lsa, biz o'zimizniki ovozimiz o'zimizga shu gapimizni anglatqidek darajada bo'lsa bo'ldi.
Ma adamlarga bizning gapimizning keragi yo'q. To'g'rimi yoki? Ham bu yerda hammani ep bo'g'dak darajada. Alnım bir aram qilib, o'ydik hammadan bir aram qilib darajada vaqirab, jaqirab gap qilish axloqsizlik. Uning o'zini Alloh taolo nima deydi? Eshakning ovoziga o'xshaydi deb aytdi, qattiq o'zi bizga tanqid beryapti-da. Sen bundaq vaqirma. Adab axloqli bo'l degan gap bu. Demek Mush ishning o'zini, mush ijtimoiy tuzum Payg'ambar alayhisalom Makkada masalan 3 yil shu nimada bir jilg'iga qamalgan vaqtida Payg'ambar alayhisalomning qishiga iymon keltirish uchun kelgan odamlarga Payg'ambar alayhisalom degan so'z shu. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deb iymon aytgandan keyin u odam shu iymonning o'zini nima shartlarini ustiga qildi? Yolg'on gap qilmaslik, zina qilmaslik, aroq ichmaslik, nimalqi, bo'xton chaqlamaslik, yolg'on gap qilmaslik, va'dasiga vafo qilish. Nima yoki tozliq ahamiyat berish qo'shish, mushu ijtimoiy va shaxsiy, xususiy mush ishlarning o'zini mushni qilmaslik, qilish sohasidagi ishlarni men mushning ustiga dedi. Sen meni musulmon bo'lsang, sen mushni qilsa degan gap. Ma qil degan ma ishni qilsa, meni qilmaysa degan gap bo'ldi. Eğer şu vaqtning o'zida nima bo'ldi odamlar? La ilaha illalloh degan kelimaning o'zini taptoza o'ziga, o'zi taptoza bo'lgandan keyin taptoza o'ziga qo'ndigan bo'ldi. Bu bir jamiyatda masalan butun İstanbulda musulmon yashaydi deyli. Musulmon yashagan bo'lsa, har bir musulmon bir odamni aldimasa, yolg'on gap qilmasa, va'dasiga vafo qilsa, tozliq ahamiyat versa, bo'xton chaplamasa, azo qilmasa, bu jamiyat nima bo'ldi? güzel bir cemiyet olurdu. Cennetin hiç farkı yok cennet nima cemiyet oldu degan gap. Cennet aşındaq yani. Günahsızlar degan mush ishlarning hammasi jiroq odamga kirdi degan gap bu yerga. İnsan Qur'oni Karimga amal qilish orqali bu dunyoda o'zining jannatini qura oladi degan gap. Bu dunyoda o'zining jannatini qurgan insonlarga Alloh taolo o dunyoda bu jannatga loyiq odam bo'lgan jannat ko'rdirdi. Bu dünyada özünün cennetini kuranmıgan. Hiç olmazsa özünün şahsi hayatındaki cennetini kuranmıgan. Bundaq adamlar cennetin bəhs qilish meni tozaliqqa uyğun kelmaydi deb qarayman. Demek biz özümüz Kur'an'ı hakiki icra qilish uchun aldı bilan bunu bir o'qishimiz, shunami ya, tushunishimiz kerakkan. Mesela Uyghur qarindoshlarimiz yoki boshqa tillarni biladi Allah. Arapçını bilmeydi. Bunun için qanday muomala? Bununla endi şu Qur'onni yaxshi tushunish uchun hozir bu diniy olimlar sohasida nihoyat ig'ir bir kamchilik bor-ku. Bir odam diniy sohada bir fikrlarni qilsa, u odamning orqasidan gap qiladi-ku. Balkim mening xato ketayotgan yerlarim bor, sizning xato ketgan yerlar bor, ularning xato ketgan yerlar bo'ldi-ku. Insoniyat biz inson bo'lganligimiz uchun xato ketgan yerlarimiz bo'ldi. Ama xatolikni tuzatishning birdan bir yo'li nima? Chiroyli bir nimaga jo'ziga o'ltirib, shu yerda muzokara qilish orqali xatolikni tuzatgan bo'ldi. Bir-birimizni qetish orqali xatolikni tuzatgan bo'lamdi? Bo'lmaydi. Suhbatlashimiz, balki mening esim kelmagan, shunday bir fikrlar, yaxshi fikrlar o qarindishimizning esiga kelishi mumkin. Uning esi kelmagan, mening esim kelishi mumkin. Shu yerda fikr almashtirish orqali Qur'oni Karimdagi haqiqiy o'zining o'zini o'tirib chiqarib biz o'zi tushunish hosil qilamiz va bu tushunchaning o'zini shunday media orqali dunyoda intayin yaxshi bir vaziyat bu. Shu media orqali dunyoga taqtimiz. Taqatgandan keyin bu bizniki qarindoshlarimizga biz Uyg'ur bo'lganligimiz uchun, Uyg'ur so'zlaganligimiz uchun boshqa millatlar tushunib ketolmaydi. Bizning Uyg'ur qarindoshlarimiz nihoyat cho'ng foydasi bo'ldi. Biz hattoki diniy sohadagi odamlar emas, Muş fənni sahadaki, ilim sahasidagi adamlar hammasi, masalan, mushundaq sohaga biz yig'ilishimiz va yig'ilib, shu masalani hal qilish sohasida bir hamkorlik o'rnatishimiz lozim. Mushundaq qilgan vaqtida biz millatning beshidagi e'tiqod sohasidagi mujmallikni ham hal qila olamiz. Ham siyosat va jamiyat sohasidagi bir qism o'zi masalani hal qila olamiz. Milletimizin hazırki beşik kelgan kunni hech qanday odam esiga og'sim kelmaydi. U qadar vahshiy shunday bir ishlar milletimizin beşik keldi masalan. Bu ishlarni hal qilish kimning vazifasi edi?
hal qilish olimlarning vazifasi. Diniy olimlar diniy aqidadagi xatolikni hal qilish lozim. Siyosiy va boshqa sohadagi fanniy olimlar millatimizniki u sohasining o'zini hal qilish lozim. Yo'lini to'g'ri sizib berishi, xaritini to'g'ri sizib berish lozim. Yetakchilikni to'g'ri qilish lozim. Bundan qanday biz qochib qutula olamiz? Masalan, agar biz musulmon bo'lishimiz bilan, agar biz Uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan biz bu vazifadan hech bir zaman qochib qutula olmaymiz. Uning uchun bu bir-birimizni tillaydigan, haqorat qiladigan bundaq ishlarni butunlay tashlab, diniy olimlar mushundaq bir kelishi, munozirni yaxshi qilishi, mening rost demasligi, rosti mush Qur'oni Karim bo'lishi lozim. Hammamiz mushuning kelgan vaqtida Qur'oni Karimda bor bundaq farz buning o'zi. Fayza tanazatum fi shay'in farudduhu ilallohi va rasul degan oyat var masalan. Bir narsada talash tortish qilib qolsanglar, mening rost deb ketib qolmasdan Allohning payg'ambariga murojaat qiling. Allohga deganning o'zi Allohning kitobiga murojaat qiling, qaytang degan gap. Va rasul degancha bo'lsa, Allohning rasuli uning o'zini qanday sharoit qanday ijro qilgani bir metodi bor edi. Biz hozir sharoit qanday ijro qilamiz. U metodni foydalanish nima bilan, to'g'rimi yoki? To'g'ri. Bundaq o'zi bundaq foydalanishimiz lozim. Yani Peygamber Aleyhisselam o vaqt o'zi xandakka olib turib ham urush qildi-ku. Ham biz hozir xandakka olishimiz lozim deyish emas. U strategiya sohasidagi bir bilim. Peygamber Aleyhisselam shu vaqtdagi sharoit bo'yicha strategiyani o'zi belgilash uchun va xandakka olsa, dushmanlik ishitib o'tib ketolmaydi. Dushmanlik taqabul turish o'zi biroz o'zi qulaylik bo'ladi deb xandakka olganda. Ham hozircha bo'lsa, ham hozirmi xandakka olaymiz? Peygamber Aleyhisselam xandakka olgan ekan demasdan, agar Peygamber Aleyhisselam hozirgi zamonda yashagan bo'lsa, hozirgi musharoitda qanday qilgan bo'ladi? To'g'rimi yoki? To'g'ri. He. Albatta Peygamber Aleyhisselam mush zamonda bo'lgan bo'lsa, Peygamber Aleyhisselam bo'lgan davlatning o'zi dunyodagi eng ilg'or davlat bo'lgan bo'ladi. Mening farzimcha. Men ashundaq tushunaman-da buni. To'g'ri. Bizning mushundaq o'zi nihoyat asfal sopilinde bo'lib ketishimizning butun sabablari nima desa, din xolis bo'lmaganligi uchun. Dinga butunlay boshqa narsani aralashtirib o'tib, u aralashib ketgan narsani, arabcha yozilgan narsaning hammasini biz din qilib olganligimiz uchun, Qur'ondan chetnab ketganligimiz uchun bizning ahvolimiz bu. Bo'lmasa Qur'oni Karimdagi maqsad nima edi? Va antumul a'launa in kuntum mu'minin deydi. Sizlar agar mu'min bo'lgan bo'lsangiz, haqiqiy oliylikka erisha olasizlar deydi. Biz mu'min bo'ldik. Nega erishdik? Qani oliylik? Demakki biz Qur'onga bo'lgan iymon va uning bo'lgan ijroatimiz to'g'ri emas degan gap. İman asli ishonish degan gap-ku. Ishonish. Yani. Ishonish. Bu ishonchning o'zini bayatni sizniki oxirgi so'zni bir xulosalab o'tay. Bu ishonchning o'zini qanday o'zi amalga oshirdi degan vaqtda Qur'oni Karimdagi ibora shu. Birsi u ishongan narsa, masalan, alhamdudan boshlab vannasqacha hammasiga butunlay ishonish. Bizniki bu musulmonlarda bir qism o'zi nima bor, hozirgi vaqtda shu kamchilik desam, xatolik desam bo'ladi. Qur'oni Karimning ichidagi bir qism ibodatlarni, bir qism ibodatlardan afzal ko'rish o'xshash bundaq narsalar bor. Intayin xato narsa bu. Qur'oni Karimda undaq ibora hech narsa yo'q. Namoz ro'zadan afzal, ro'za zakatdan afzal yoki o'may deydigan, yoki jihad palondan afzal, yoki bilim elishdan paloni, bilim elish palondan afzal deganda bundaq narsa yo'q. Hammasi Allohning buyrug'imi, farzimi, hammasi o'xshashli afzal. Xuddi shunga o'xshash ibodatlardami bir ibodatdan afzal, bir oyatdan afzal, bir payg'ambardan afzal deyish tamamen xato bir e'tiqod. Chunki bütün payg'ambar Alloh taoloning payg'ambarlari la nufarriqu bayna ahadin min rusul. Masalan, Allohning payg'ambarlarining ichida hech qaysi ayrımchilik qilmasdan ishonish har bir musulmonning vazifasi degan gap. Endi bizniki mushu dinimizniki hozirgi mushu sohaga kelgan vaqtda millatimiz mushu holatda. Dinning davosini qilsak, din asli bizni ashundaq oliyaga yetkazdi. Biz nima uchun bunday holatga kelib qoldik degan vaqtda butunlay o'zgarib ketgan dinga e'tiqod qilganligimizni bo'layotgan narsa. Men buningda buniki yozmalarimda mushu hammasi bor, ammo bu yaqinda inshaalloh o'tirib chiqadi. Ashundaq endi.
Kaderlik Fitrat TV'nin körürmenleri qarindaşlar. Kur'an nuri astıda Erkin Söhbetler degan bu programımızın ikinci sanıda sizler bilen ayrılış adı tuturumuz. Abdülkerim Zahir Ustazga Allah razı olsun. Rahmet sizge. Üçüncü san programımızda görüşkice Allah emanet bulunla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.